O'zi nima xohlaysan, hozir bir basharang buzib qo'yaman, tushundingmi? Yerga qo'yib qo'yim, o'zi bir qarshi bol ekansan-ku. Voy, gaplash Roman. Sen kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Seriozniy odam bu. Alo. Qattasin? Bittasi mana tavash ginat qilyapti hozir, uni adarib qo'yaman u. Noursin deychi? Ha? Noursan shikallama, noursan. O'le bet bola bo'lmay. Karlashing bir dunyo, lekin qizchanga non ursinmishda. Alo. Nima qilyapsiz? Va sahnaga chiqaman, sahnaga chiqib qoraman hozir. Noursin deychi? Noursan. Balandroq ayting. Noursan agar Alloh otgan bo'lsam, chinni bo'lib qoldingmi? Mana uylanmagansan deb mana shunaqa qasam ichib yuraverasan. Uylansang bunaqa bo'lmaydi. Bir kunmas bir kun o'sha non urib ketadisan. Alo jonim. O'lay agar unaqa emas, qasam ichaman. Borganim yo'q, o'lay agar. Ay qachongacha ishonmaysan sen menga? Bir ikki marta men senga xiyonat qilganimni ko'rdingmi, jonim? Faqat ko'zim seni ko'radi, faqat seni yaxshi ko'raman. Agar menga ishonmasang, mana eng yaqin o'g'aylim raslini urib qo'ysin, tushundingmi? Urdi. Nima urdi? Nourib qo'ydi raslini, nourib qo'ydi.